yo'qoligi deb golimiz hisoblanganda agar sal-ozgina adolatsizlik bo'lib mayli, bunga ham anaqa qilamiz. Nima bo'lganda ham biz ish rivojlanish bosqichlarni kutyapmiz. Hurmatli prezidentimiz hamma sharoit yaratib beryapti. Ozgina vaqt kerak. O'z-o'zidan bo'lmaydi-ku. 1-sinf bolasi 9-sinf bolasi bilan raqobatlasha oladimi yo'q? Ular 9-sinf, biz 1-sinfmiz. To'g'rimi yo'q? Shuning uchun buni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu o'zini oqlash emas, boshqa emas. Lekin hamma narsani realni qabul qilish. Hali shunaqa paytga keladi, yillar o'tadi albatta. O'zbekistonda shunaqa potensial katta salohiyat yuqoriki, Portugaliya ham, boshqa komandalar ham O'zbekistondan qo'rqib tushadigan bo'ladi. Behruz qarang, 18 yashar bola. Butun dunyo ishonmayapti, 18 yashar bola shuni o'ynashi mumkinmi? Mumkin. Yangi O'zbekistonda mumkin. Uchun bizani kelajagimiz juda porloq. Bunga ishonish kerak faqat. Lekin birinchi tajriba bizni qayerdaligimizni ko'rsatib, nimani ustida ishlashimiz kerakligini ko'rsatib, bizga yo'lni ko'rsatib beryapti. Shuning uchun bu jahon chempionati bizga juda muhim edi. Biz jahon chempionatiga chiqdik deb mag'rurlanib ketmaymiz. SNG davlatlardan faqat biz chiqdik deb. Bizga rivojlanishimiz uchun yo'lni ko'rsatib beradigan juda katta musobaqa bo'ldi. Shuning uchun sizlarga katta rahmat qo'llab-quvvatlaganingizga. Hali O'zbekistonning oldida juda katta yutuqlar ko'rdik. Albatta biz birgalikda erishamiz hammasiga. Xalqimiz bilan birgalikda, prezidentimiz boshchiliklarida prezidentimiz qo'llab-quvvatlashadi. Muxlislarimizdan uzr so'raymiz, shunaqa yirik hisobda mag'lubiyatga uchradik. Nima deyish mumkin? Keyingi o'yin oxiriga 3-chi o'yinimiz bor. Oxirgi shansimiz agar bugun rezultatga qarab albatta harakat qilamiz. Xudo xolasa o'sha 3-chi o'yinda jahon chempionatida birinchi g'alabamiz qo'lga kiritishga.